O'sha johiliyat davrida bo'lgan ish ularni islomga kelgandan keyin borda endi tashlash qiyin. Kalima keltirgan bilan mana aytyapmiz, namoz o'qitib shu ishni qilyapti deyapmiz. Ba'zilarda shu ishlar sodir bo'lar ekanda. O'sha ba'zilarda sodir bo'lgan ishlar sabab oya karima hukmlar joriy qilindi. Shundan bittasi Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar. Ikkita odam payg'ambarimiz alayhisalom huzurlariga husumatlashib, ya'ni o'chashib bir-biriga gap talashib keldi. Ikkalasi ham kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, siz bizga Allohning Qur'on kitobi bilan hukm chiqarib bering" deyishdi. Shunday bittasi sal bir narsalarni tushunadigan ekan, aybdor bo'layotgan, to'g'ri aytyapti birodarim. Siz bizga Allohning kitobi bilan hukm chiqarib bering. Agar ruxsat bersangiz, men nima bo'lganini aytib beray. Shunga qarab hukm chiqarib bering dedi. Payg'ambar gapirdilar. Bu aytayapti ekan, meni bolam deyapti. Buni uyda madikor edi. Shuni xotini bilan aloqa qilib qo'yibdi. Endi shu odamlar seni bolani toshbaqa o'ldirish kerak deb hukm chiqarib berdi. Men shu bolamni yaxshi ko'raman. Bolam yosh, uylanmagan. Shu o'ldirishmasin uchun 100 ta qo'y beray. Bitta cho'ri ham senga beray deb shu bolamni jonini bundan fidya bilan qutqarmoqchi edim. Keyin ilmlilardan so'rasam, ilmlilar aytdi ekan, bolang toshbaqa qilib o'ldirilishi kerak deyishdi. Ba'zilar 100 dar urish kerak deyishdi. To'g'rimi desalik, ha to'g'ri dedi. Nima qilishga Rasululloh degani, payg'ambarimiz alayhisalom surishtirsalar, haqiqati shu ish bo'lgan. U malikor bo'lib ishlagan bola uylanmagan. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, uylanmaganligi uchun 100 dar uriladi. 100 ta qo'ying, cho'ring o'zingga qaytib beriladi. Fidya yo'q bunda. Dedi Anis roziyallohu anhuga aytdilarki, o'shini xotinini top dedilar. Borib so'ra. Agar iqror bo'lish ish bo'ldi degan bo'lsa, toshbaqa o'ldirib keladilar. Sahobiy bordilar, topildi. Bo'lgan ishni bo'yniga oldi, toshbaqa qilib, rajm qilib o'ldirib keldi. Mana dinimiz qoidasi. Nur surasidan Nur surasining 2-oyat karimasini o'qiymiz. Astagfirullah. Az-zaniyatu vaz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sadaqallohu azim. Bu oyat karimada aytilyapti ekan, az-zaniyatu zino qilgan ayol va zani zino qilgan erkak. Zino nimaligini bildik. Ya'ni shar'iy nikohi yo'q. Benikoh, jinsiy aloqada bo'lgan ayol va erkak fajlidu kulla wahid minhuma 100 jalda. Har birini 100 daradan uring. Shu shart bilan ekan, bu ayol ham, erkak ham zino qilgungacha nikohda bir yashagan emas. U narsa nimaligini bilmaydi, ko'rmagan. Birinchi bor bo'lishi va birinchi borda shu buzuq yo'ldan shu jinsiy aloqaga kirdi. Agar bular oldin uylangan bo'lib, unisi tekkan bo'lsa, yoki bu oldindan bir shunaqangi bir zino qilib, shuni mazasini tatigan bo'lsa, ularning hukmi o'lim. Kechirim yo'q. 1000 tavba qilsin, uzr so'rasin, jazosi o'lim. Demak, bu umuman bu narsani ko'rgan emas. Nikoh bilan ham ko'rgan emas, buzuqchilik yo'li bilan ko'rmagan. Umrida birinchi bo'layotganda xato yuzasidan shu ish qildi ikkalasi. Har bir 100 daradan uring deyapti. Uringlar deyapti. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Agar sizlar Allohni haq yagona zot
deb iymon keltirgan bo'lsalaringiz va qiyomat haq, qiyomatda har bir kimsa qilgan jazo ishiga yarasha mukofotini, jazosini oladi deb iymon keltirgan bo'lsangiz, bu ikkalasiga 100 darradan o'rayotganda mehringiz qo'zib, rahmingiz kelmasin deyapti. Qo'y endi bunda birinchi marta qilayotgan narsa ekan. Boshqa bo'lsa ham mayli edi, kechirib qo'ying degan gap bo'lmasin deyapti. Agar Xudodan qo'rqsang, iymon keltirgan bo'lsang, oxiri iymon keltirgan bo'lsang, mehribonlik qilma deyapti. Chunki sizdan bizdan mehribon bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning hukmi bu.